geldi. Sizin bilen Alina Saf. Bugün biz sizin bilen pişiremiz Meksikanski oşamak. Başlayalım. Bizga kerak pomidor, soğan, avokado, fasol, kukuruz, yeşillikleri, limon. Guacamole. Meksika turunda faktlar. Uchrashuv vaqtida Meksikansi yonoqqa ubalar. Meksikansi yilma-yo'li xalq. Biz avokado, limon solamiz, birish, tuz. По вкусу. So'g'on, pomidor, yeşilliklarni kichkina kesaklarga kesamiz. Borasida qo'shamiz avokadoga. Voila! Salsa. Meksikansi bir-birsini o'xshash kiyim beradilar. Onları birga bir o'k kiyimda yuradilar. Parная одежда. Solamiz limon, tuz, подсолнечный moy, birish. Meshать etamiz. Quesadilla. Qora tobağa lavash soldirga. Onları sir, gumbe, fasol yopamiz. Deymiz, aylantiramiz. Oshaymiz. Sir eri bo'lirga tegish. Guacamole bilan qovamiz ham salsa. Bek ta'mli bo'lib chiqdi. Nega da bek yoshadi quesadilla. Sizin bilen buldu Alina Saf. Hasta luego.